ko'ks ortida og'riq, dag'al ovqatlar o'tmasligi, diskomfort holatlari bo'ladi. Bu kabi belgilar o'yinqaroqlik bilan ikkita tangani yutib yuborgan 2 yoshli bolada kuzatilgach, uning ota-onasi shifokorlarga murojaat qilgan. Ko'proq mana yosh bolalarda, ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda tanga yutishlar, to'g'nag'ich yutishlar, do'nak yutishlar yoki suyak yutishlar uchrab turadi. Yaqinda bo'lgan holatda, bu Qorako'l tumanidagi bo'lgan holatda ham hamkasblarimizga murojaat qilingan. Qorako'l tibbiyot birlashmasiga buni ham endoskopik usulda shipsalar orqali olib tashlangan. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, holat ijtimoiy tarmoqlarda biroz bo'rttirib talqin etilgan, ya'ni bolaning tomog'i hech qanday kesib tashlanmagan, balki zamonaviy yo'l orqali tanga bartaraf etilgan. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanganligi tufayli buni palliativ operatsiya qilmasdan endoskopический operatsiya qilinadi. Bu yod jismlarni shipsalar orqali olib tashlanadi. O'sha kunning o'zida bolaga javob berilishi mumkin. Hozirda bolaning ahvoli yaxshi va u uyiga qaytarilgan. Mutaxassislar ota-onalardan bolalarga e'tiborli bo'lishni so'rashmoqda. Shu o'rinda turli mishmishlar ortidan quvib, bu kabi holatlarni bo'rttirib ko'rsatishga urinayotgan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga har qanday ma'lumot uchun javobgarlik borligini eslatib o'tamiz. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.